Hürmetli vatandaş, biz başta bir cümlede bir vaziyette analiz kıldık. Azər Cungo Tupurqada, Cungo Koroğlu Qadiya Cungo'nun devlet işçisi. Cungo Puraları, Bolupu Cungo siyasileri, Prezident Trump ve Prezident Trump hükümeti bizden nicat yol tuzumuz. Değişki başladı. Prezident Trump'ı kollaşkı başladı. Prezident Trump'ın Cungo siyaseti kollaşkı başladı. Bu alaydı bir özgürlüğünde, alaydı bir vaziyet. Yani biz başta görüp bittik hazır Uyguristan'da müstemlik Uyguristan'da Uygurlarla emas. Hatta Xitay'ın üzümü, Xitay kurallarının üzümü müdürleyemeydiğen bir halet düşüp kaldı. Aralıkta bir qancha zaman harbiy septen qaytgan harbiylarning katta namoyishlar bo'lib o'tgan edi. Hozir bularning hammasini qo'lga olib bular haydi ig'ir kesim bilan kesyapti. Xitoy demak tunigan davlatni o'zini qo'g'digan, partiyani qo'g'digan armiyaga shunday muomala qilyapti. Mustamlik Uyg'uristonda ko'rdinglar, yig'layotgan bolalarni ko'rdinglar, hurmatli vatandosh. Uning sirtiga hozir yana qora kuchlarga zarba berish degan siyosatni o'ttirib chiqarib, qo'lga olish yetarli bo'lmagandek, nazarband qilish yetarli bo'lmagandek, yana Uyg'ur jamiyatiga dahshatli diktator siyosat yurgizyapti. Bovjon tuzumini yo'l qo'yyapti. Demak, Xitoyning yeli mekir o'ylaydigan siyosat uyullarining hammasi tugadi. Bu Yuan xonadonligi davridagi Mo'ng'ullarning davlat boshqarish tuzumidagi bovjon 10 oilaga bir boshliq qo'yish, 10 oilaga birini kuzatkichlik qo'yish, biri-birini nazorat qilish, biri-birini chekish qilish. Bundan bundan askarlar, Mo'ng'ul askarlarini beqish tuzumi, Mo'ng'ullarning bovjon tuzumi bugun Xitoyda hozir mustamlik Uyg'uristonda yo'l qo'ygan siyosat bo'ldi. Hozir Uyg'urlar qimirlay olmaydi, müdürleyemeydiğen haleti geldi. Zaten nima? Mesela bir de Uygurlu yok şu olgan bolsa, agar senin hazırda peylingini aytganda sen bu Uygurlar umumyüzlük zo'ravonlik yurgizishing mumkin. Hani zo'ravonlikdan ishkenja qilyapti. Harbiy qurol bilan zo'ravonlik yurgizishing mumkin. Hozir turma shaklida, turmaga nazarband qilish shaklida, tutib elib kirish yo'q qilib o'tish, g'oyib qilib o'tish yo'q qilib o'tish shaklida zo'ravonlik qilyapsan. Niye? Bu chekdan eshib ketganligini o'zing bilib turibsan. Zaten o'ylaydiganing nima? Sen urushga tayyorlik qilyapsansan yo'q. Yoki hozir Uyg'uristonda mustamlik Uyg'uristonda urush holati paydo qilyapsansan yo'q. Qo'lida bir jimnisi yo'q Uyg'urga urush e'lon qilyapsansan yo'q. 2018-yil 2-oyda, 2017-yil 2-oyda allaqachon Uyg'urlar urush e'lon qilib qoldi. Mesela Kotan'da harbiylerin yığınını açtım. Kaşka'da harbiylerin yığını murasimini teşkil ettim. Örümçi'de harbiylerin murasimi yığını teşkil ettim. Şunu deyin ki 101 vatkan siyasetlerin, şunu deyin ki Uygurlar karıştırılan bak duruş geken vaziyetini hazır görüp durupsan. Bilip durupsan Cungolu kapandı. Senin 5 kilovatkan günlük görüp durupsan, bilip durupsan. Endi hazır biz bugün günden keyingi vaziyetga qarasak, Amerika Qo'shma Shtatlar hozir Jungodan kelayotgan o'quvchilar, hatto ziyoli deganlarning o'zidan hozir bilishimiz 30 kishining Amerika kiryapti. Faqat ular shug'ullanishini cheklab qo'ygan. Bularga viza berilmaydi degan gap. Ikkinchisi buning javoban holda hozir Xitoy hukumati Amerika Qo'shma Shtatlar prezidentining maslahatchilaridan biri yoki yaqinlardan biri hisoblangan biz Mari degan bu mutaxassisning Beijingni ziyorat qilishi viza bermadi. Hozir ikki davlat bir-biriga viza berishmaydigan ish o'rtog'iga chiqyapti. Bu ne? Aynak televiziyasining diktori, ya'ni Aynak televiziyasidan boshqaruvchilardan biri hisoblangan Qin Shougul afandi dediki, Amerika Qo'shma Shtatlar bilan hozir Jungo o'rtasida so'g'oq, yana so'g'oq munosabatlar urushi boshlandi dedi. O'sha oyning oxiri edi, endi 5-oyning oxiriga yetib keldi. Jungo Amerika o'rtasida tuziladigan savdo kelishimi. Prezident bilan rais Xi Jinping imzo qo'ygan savdo kelishimi imzolangandan keyin biz sizlarga dedik, Amerika Jungo o'rtasidagi vaqtga ziddiyatlar, erishishlar qaysi sohaga o'tkaziladi? Masalan, deymizki, fan texnika sohasi.
Hazır endi ichki davlat o'tirishiga munosabatlar sohasi, viza berish, viza bermaslik sohasi ham bu tushib kelyotidi. Ziddiyatlarni emaslar. Bu el ishlarning taraqqiyoti qanday bo'ladi? Lekin gap nada degan vaqtda bu qatim savdo kelishimida, yolg'iz savdo kelishimida bu yana boshqaning yana boshqa kelishimlar bormi yo'q? Ben Tülgün Sözlügenlik siyasi sizlerge dedim. Ötken yılı 12. ayda Amerika Birleşmiş Devletleri Devlet Meclisi yoki siyasi katlan rahbarlar Müstemlik Uyg'uristondagi kishilik huquq masalasi bo'yicha Jungo amaldan jazolashdi. O'ylashgan o'tgan yil 12. O demak kishilik huquq tashkilotlarining oshkorlanishicha shundoq ekan. Hozir bu kechdi. Ötken Tülgünlük siyasi nima dedi? Brecheniski, yeni kişilik hukuk teşkilatının başlığı. Rab Brecheniski nima dedi? Bu hazır endi oldumuzdaki 12. ayga kechiktirildi. 12. ayga kechiktirildi ama ehtiyotçılık bilan aytma. Bu degani yana vaziyatda nima vaziyatlar yuz berdi buni bilmaymiz deganligi ol şey qoldirayotganligi. Bundan keyin davlat mahkamasi Amerika Birleşmiş Devletleri Devlet Mahkamasi bayonotchisi nima dedi? Biz Şinjan'da kişilik hukuk meselesi boyunca Jungo ameldarların cezalaşması ve başka sahalar boyunca ait etraflı siyaset belgelerimiz dedi. Bu şimdi bulduğum biz Amerika Birleşmiş Devletleri 12. aylarda Uygurlar doğrusu yani bir yeni siyaset götürüp çıkandı kaldı. Bu Xudodan dileyimiz şundakla hazır Amerika'da buluvatkan bu siyasi faaliyetlerge biz aktif muamele kılışımız lazım. Herkes bozgunculuk kılmasımız lazım. Akmaydıgan şu varlık. Vaktince akmaydıgan ki vakit kütüdügan, vakit kilidigan, vakit gelgende deydigan şu varlarını hazır toplap Amerika'da siyasi yollarının, Uygurların durmuşu, kömür bilişini, Uygurların siyasi hayatına, kömür bilişini, olgu el kılışını oylaşkanda vatandaşlar biz Amerika halkına bağlayımız, Amerika halkına yardım talep kılımız, Uygurların faciasına hazır, til bilen tasvirlep olmayız. Bunu tasvirleydiğin til mi yok, til mi tügüdü? Uygur tili bu bir yakıtısın. Dünyadaki en bay tillamı bu facianı tasvirlep bireleydiğin bundan dokmuştan anlatacak, ütüp gitti. Til bilen tasvirleydiğin olmayız. Uygurların beşi gelgen bu facianı til bilen tasvirleydiğin olmayız. Biz Daikom Partisi rehberliğindeki Jungo hükümetinin vahşiliğinin kaç derecede geldiğini biz Uygurlarla emez, hazır bütün dünya görüp oldu. Hazır gördük o. Neymi dedi ahırda? Her taraf efendi, Amerika Birleşmiş Devletleri bilen Avrupa İttifakı birleşip Jungo'ga takabül durduğun ciddi beyti geldi.